Erkak kishi bilan muzlab ketgan munosabatlarni isitmoqchi bo'lsangiz, bu qoidalarni kopilkangizga solib qo'ying. Birinchi o'rinda o'zingiz yoqtirib, o'zingiz tanlab turmush qurgan insoningizni hurmat qilishni boshlang. Bu nimadan boshlanadi? Birinchi bu uni tanlovlarini tanqid qilmaysiz. Tanqid qilgan yoki qilgisi kelgan paytlar ozgina tilingizni tishlashingizga to'g'ri keladi. Bilaman, bu oson emas, lekin buni o'rganishingiz sizni munosabatlaringizni ilishiga olib keladi va uyg'unlik uyg'otadi. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, u noto'g'ri ko'chaga burilib ketgan bo'lsa ham, "Sen noto'g'ri ish qilyapsan" deb uni hech qachon aybdorlikka solmasligingiz kerak. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, uni boshqalarning oldida uyaltirmang va uni ustidan kulmang. Alohida o'tirgan bo'lsangiz ham va boshqa insonlar oldida o'tirgan bo'lsangiz ham uni hech qachon uyatli vaziyatga tushirmang va ustidan kulmang. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, uni diqqatingizni berib va uni doim diqqat bilan eshiting. Diqqat bilasa, ko'z, ya'ni zritelniy kontakt orqali juda tez bir-biriga yetib boradi. Ya'ni eringizni eshitayotganingizda doim diqqatingizni unga berib, zritelniy kontaktni o'rnatib, unga bor diqqatingizni berib eshitishni boshlang.